ba'zi birlar past perfectdagi headga birmuncha shubha bilan qarabdi. Ya'ni head orqali negativ gap yasalsa, head orqali so'roq gap yasalsa, did nima uchun kerak? Shuni o'rniga hammasiga har xil qilganimizdan ko'ra bitta didni namuna qilib olib, didga not qo'shib negativ formani, didni oldinga chiqarib so'roq formani hammasiga, ya'ni past simple ga ham, past perfect ga ham, past continuous ga ham, past perfect continuous ga ham qo'rsak bo'lmaydimi deb o'ylaydi-da ko'pchilik. Lekin bunaqa qila olmaysiz. Sababi head bu aynan jarayonni tugallangan yoki tugallanmaganligini kursda berish kerak-da. Mana misol uchun siz kecha ishimni qilib bo'lmadim degan gapingizni aytmoqchisiz. Ya'ni umuman ish qilmadim emas, qildim ish, faqat qilib bo'lmadim, tugamadi hali degan gapingizni aytmoqchisiz. Ana shu vaziyatda I hadn't deysiz. Diqqat, endi savol beraman, e'tibor bilan eshitinglar. O'zi aslida ingliz tilida tuzilgan gaplarga yordamchi fe'l nima uchun kerak? Eng ko'p like yiqqan javob egasiga inshaalloh albatta sovg'a nasib qiladi.